Namozlarni bor, ha, joy namozlari ko'p bo'ldi. Basseynlari bor ekan mana bu yerda. Xo'sh, televizor. PlayStation 3 subwooferlari bu yerda o'tirib qo'yishlar mana bu yerda. Kelaverasizlar, Jasur akami uylar ekan bu, mana. Kanalimiz obunachilari, mana biz bugungi obyektimiz Namangan shahar Pop tumani Oltinkon shaharchasi, ya'ni turistik dam olish maskani Chodakda biz. Bugungi obyektimizga 625 wattlik Jinko 2 tomonli panellar o'rnatganmiz. Dia inverterimiz 10 kilovatlik, jami bo'lib xonadon egasiga 38 million so'mga tushdi bu. Yana bir ma'lumot, bizda hozir skladimizda Force Solar degan panelimiz bor. Agar bu ham yaxshi 2 tomonlik 620 wattlik, agar kerak bo'lsa o'shani o'rnatib bersak, yana ham arzonroq 36 million so'mga to'g'ri keladi. Bu ma'lumot o'rnida endi biz bu yerga qanday ishlarni qildik? Xo'sh, Jinko panellarni o'rnatdik, 2 tomonli 625 wattlik, profil va ugollidan ishlatgan holatda. Endi panelimizni umri 20-30 yil deyapmiz. O'shanga konstruksiyamiz metallarini biz hammer bo'yoqlarida, kraskasida bo'yab beramiz. Чтобы agar 20 yil turgan narsa bo'lsa, zanglab ketmasligi uchun bizda обязательно bo'yab zanglamasligini oldini olib ketamiz. Keyin yaxshi unutamiz. Xudo xolasa biror marta panel uchib ketgan joy bo'lmagan. Agar tomingiz uchib ketmasa, bizni panellar uchib ketmaydi, xudo xolasa. Xo'sh, bu yerga o'zini maxsus kreplenalar ishlatdik, alyuminiy. Alyumin kreplenalar, ya'ni o'sha ushlab qolgan tirnoqlarimiz nimasi bilan yaxshi desangiz, u alyumin zanglashi, yemirilib ketishi qiyin. Juda uzoq muddat bu metalldan ko'ra, temirdan ko'ra uzoqroq xizmat ko'rsatadi, xudo xolasa. Xo'sh, keyin PV 1/6 yonmas kabellarini ishlatganmiz, lider kabellarni ishlatganmiz. Lider kabellarimiz o'zidan 1,5 ming volt tok o'tkazish xususiyatiga ega. Bu haligi o'zimizning uz kabellar, masalan, 400 voltgacha o'tkazsa, bu kabellarimiz 1,5 ming voltgacha tok o'tkazadi. Ya'ni bu yonmaydi. Agar biz yonib, xudo xolasa video qilamiz, video ham qildik shekilli. Xo'sh, o'shani yoqib qo'ysamiz, tutaydi, qorayadi, lekin yonmaydi. O't chiqishi joyi bo'lmaydi. Agar o'sha lider PV simlari ishlatilsa, uyda yong'in kelib chiqmaydi. Hech qachon quyosh panel o'zidan o'zi agar borib to'g'ri qo'ysangiz, o'zidan o'zi yonib ketgan joyi emas. Endi o'rnatish davomida qaniydir xatolik qilingan bo'lsa, o'shanda yonishi mumkin, atak yonmaydi. Xo'p, yana nima? Bu gaykalar bilan qatirib berildi. Endi pastga tushib, inverterimiz qanday o'rnagani haqida ma'lumot berib o'tamiz. Mana inverterni olgan tushib oldik. Bu inverterimiz 10 kilovatlik inverter bo'lib, mana bu yerda AC avtomatlarimiz, DC avtomat uziklarni qo'yib o'rnatib bergan. Xudo xolasa soat 3:30 bo'ldi. 2:07 ushlab turibdi. Soat 3:30 bo'ldi. Ana o'sha quyosh qaytishni boshladi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Chiroyli qilib, sifatli qilib o'rnatib beramiz. Mana Jasur akamni ham uy xonalarga biz kelib qoldik. Xo'sh. Mana xonadon xususiy dacha ekan bu. Kelib bemalol ham bo'ladi. Mana us qo'yish. Xonani olib ko'rsamiz. Hozir birinchi basseynlari bor ekan mana bu yerda. Yozgi basseyn bor. Hozir endi ishga qo'yib bo'lmaydi. Pastlarimizda pastda bilyard bilan stol tenisi bor ekan deb. İşte benzer bo'lib turadi. Xo'sh. Hozir kirib qolib ko'rsatsak, o'zimizga ham qo'shdi. Xo'sh.
Kel. Ko'rsat, mana. Xona. Xo'sh, televizor. PlayStation 3 subwooferlari, bu yerda o'tirib ko'rishlar, mana bu yerda. Kel. Kel. Xo'sh, bu yerda yotoqxonasi. Yotoqxona mana normalniy 6 kishiga joynamozlar bor, ha, joynamozlar ko'p. Shu. Kelaverasizlar, yaxshi ekanmi? Uylar ekan bu, mana. Ikki odam qo'yib, hozir mavsumdan tushib qolgan joy ekan. Hozir mavsum bo'lgan yo'q edi, odam yo'q. Atak yozda ancha mehmon ketuzilmasa kerak. Shu. Agar nima qilsalaring, chodayda davom etgan kelsan kelaverasizlar ekan. Jasoqon ekan bularga.